Muhammadda hozir ta'sir qilayotgani harakat yuzasidan tonusda nisbatan sustroqligiga olib kelyapti. Suyuqlik yo'li sal kengroq ekan. Shuni hisobiga mushak tonusning sal sustligi bor Muhammadda. Yengil emlashlarga lekin ruxsat. Pnevma degan emlashlarimiz bor. Pnevmoniyaga qarshi. Hozir qizamiqqa emlashyaptik. Unga qarshi Emlashi bor ekan. Bugun olishsinmikin dedi. Biz oldin vrach bilan maslahatlashib kelaylik, keyin olaylik deb. Xo'p, ko'pakiga ruxsat beramiz kelinlar. Sababi to'g'risi qizamiqdan keyingi asoratlar xavfli-da. Undan keyingi insipatlar berishi mumkin, ular xavfli. Shuning uchun qizamiqni olaveramiz. Pnevmani olaveramiz, xudo xolasa. Hozir faqat vitamin D3 ichadi xolasam ham. Vitamin D3 moni ichgandik. Ashi boshiga yozib bergandi. Pantagan siropimiz. Keyin nevrozmi shunaqa parashok bor ekan. Nevroz. Shunaqa parashok bor ekan, parashok ichganmiz. Gemoglobin necha yuribdi tekshirtirmaydi qiziqishga. Immunitetni eng oddiy birinchi etap ko'taradigan narsa gemoglobin yaxshi bo'lsa, bolada kasallanish kam bo'ladi, immunitet yaxshiroq bo'ladi. Qoni kam ekan. Dedimi? Chunki har 15 kunda kasal bo'lish bu immunitetni yaxshi emasligini bilasizlar. Hozir boshi yaxshimi? Boshi yaxshi kelinlar, mikrogematomasi yo'q, qanaqadir to'g'ri asorati yo'q, xullas hozirgi holatda, lekin suyuqlik yo'llari keng. Lekin bu suyuqlik yo'li Muhammadga ortiqcha ta'sir qilgani yo'q. Ya'ni injiqlashtirmayapti, yig'latmayapti, qaysarlik qildirmayapti. Yig'laydi. Yig'laydi. Ortiqcha hozir nolning bolachani ko'rgan bo'lsa, to'g'ri bunaqasiga qiyshiq bor. Ashinga suyuqlik yo'liga ta'sir qiladi. Suyuqlik yo'li boshiga ta'sir qiladi. Muhammadda hozir ta'sir qilayotgani harakat yuzasidan tonusda nisbatan sustroqligiga olib kelyapti. U harakat pasti. Normaga tushib. Buni opalari ham ko'p ko'tarib yuradi-da, yerga qo'ymaydi. Bu dangasa o'zi. O'zi to'rtta bola boqib, bunisi jicha dangasaligini bilaman. Umumiy holatda mana, misol uchun o'zi qildirmaganingizda bu narsa, ana, uchala o'zi bo'lmaganda ham bilinmasdan o'tib ketardi. Jicha kechiryapti, bolam sal bo'shroq degan holatda o'tib ketardi. Narsa prosta endi rivojlanib borgan sari harakatni tezlashtiribdi. Yozib qo'yapman, dengiz tuzini parashogga bor, morskoy suvda parashogga bor, haftaga o'tadi. 10 litr suvga osh qoshiq degan hisob turib, mana shunday imkon qadar anaqa qildirsangiz, yaxshiroq, tezroq effekt olamiz. Muammo tushunmovchilik bo'lsa, Telegramda xabarlashamiz kelinlar. Holat yaxshi bo'lsa, Muhammad bilan faqat bir oyda bitta ko'rishib qo'yamiz, harakatini ko'rib qo'yamiz. Yaxshi bo'lsa, shunday ketaveradi. Keyingi oyga. Mabodo qo'shishimiz mumkin, massaj. Xo'p, bo'pti, rahmat.